Tasavvur qiling, siz dengizda suzib ketayotgan kichik bir qayiqdasiz. Siz shamolni, to'lqinlarni, ob-havoni nazorat qila olmaysiz. Bular tashqi kuchlar, tasodifiy omillar. Ammo siz nimani nazorat qila olasiz? Qayiqning yelkanlarini, eshkaklarni boshqarishni, o'zingizning qo'rquv yoki vahimaga tushmasdan harakat qilishingizni. Mana shu stoitsizm falsafasining asosiy g'oyasi. Qadimgi Yunoniston va Rimda Seneca, Epiktet, Mark Aureliy kabi faylasuflar tomonidan rivojlantirilgan bu ta'limot shuni o'rgatadiki, bizning baxtimiz va xotirjamligimiz tashqi hodisalarga emas, balki bizning ularga bo'lgan munosabatimizga, ichki qarorlarimizga bog'liq. Stoiklar hayotdagi barcha narsalarni ikkiga bo'lishni taklif qilishadi. Bu nazorat diksotomiyasi deb ataladi. Birinchisi, biz nazorat qila oladigan narsalar. Bular bizning fikrlarimiz, mulohazalarimiz, istaklarimiz, qarorlarimiz, harakatlarimiz va qadriyatlarimiz. Ya'ni bizning ichki dunyoyimiz. Ikkinchisi, biz nazorat qila olmaydigan narsalar. Bular tashqi voqealar, boshqa odamlarning xatti-harakatlari, bizning sog'lig'imiz, qisman, boyligimiz, qisman, obro'-e'tiborimiz va eng muhimi, ko'pchilik natijalar, ya'ni tasodiflar. Stoik donoligi shundan iboratki, biz butun e'tiborimizni, kuchimizni va energiyamizni faqatgina birinchi toifadagi, ya'ni nazoratimiz ostidagi narsalarga qaratishimiz kerak. Fikrlarimizni to'g'rilash, to'g'ri qarorlar qabul qilish, adolatli va jasoratli harakat qilish. Mana shular bizning vazifamiz. Ikkinchi toifadagi, ya'ni nazoratimizdan tashqaridagi narsalarga kelsak, ularni xotirjamlik bilan qanday bo'lsa shundayligicha qabul qilishimiz kerak. Ular bizga yoqadimi yoki yo'qmi? Adolatlimi yoki yo'qmi? Bular uchun qayg'urish, azoblanish befoyda. Chunki biz ularni o'zgartira olmaymiz. Tasodifga nisbatan bu yondashuv juda kuchli qurol bo'la oladi. Agar biz natijalarga bog'lanib qolmasak, unda muvaffaqiyatga erishganda kerilib ketmaymiz. Chunki bunda omadning ham hissasi borligini bilamiz. Muvaffaqiyatsizlikka uchraganda tushkunlikka tushmaymiz. Chunki natija bizning nazoratimizda emasligini tushunamiz. E'tiborimizni faqat biz qila oladigan narsaga, ya'ni qo'limizdan kelgancha harakat qilishga, sifatli jarayon qurishga qaratamiz. Stoitsizm bizni hissiyotsiz bo'lishga emas, balki hissiyotlarimizni to'g'ri yo'naltirishga, keraksiz qayg'ulardan xalos bo'lishga va tashqi dunyoning tasodifiy zarbalari oldida ichki xotirjamlikni saqlashga o'rgatadi. Tasodifiy dunyoda bizga yordam beradigan yana bir qadimiy falsafiy an'ana. Bu skeptitsizm. Ko'pchilik skeptitsizmni hamma narsani inkor etish yoki hech narsaga ishonmaslik deb tushunadi. Ammo uning asl mohiyati ancha chuqurroq. Skeptitsizm bu avvalo intellektual kamtarlik, ya'ni o'z bilimimizning chegaralarini tan olish va mutlaq haqiqatga erishish qiyin yoki hatto imkonsiz ekanligini anglashdir. Skeptik men hech narsa bilmayman demaydi, balki men bilaman deb o'ylagan narsalarim qanchalik asosli deb so'raydi. U dogmatizmdan, ya'ni o'z fikriga yoki biror ta'limotga ko'r-ko'rona yopishib olishdan qochadi. U har qanday da'voga shubha bilan qarashni, dalillarni tekshirishni va muqobil qarashlarga ochiq bo'lishni taklif qiladi. Bu yondashuv tasodifni tushunishda qanday yordam beradi? Bashoratlarga shubha. Skeptik kelajak haqidagi qat'iy bashoratlarga, ayniqsa murakkab tizimlar haqidagi bashoratlarga katta shubha bilan qaraydi. Chunki u kelajak noaniqlikka to'la ekanligini va bizning bilimimiz cheklanganligini tushunadi. Ekspertlarga tanqidiy yondashuv. Skeptik ekspertlarning fikrini hurmat qilishi mumkin,
ammo ularning da'volarini so'zsiz qabul qilmaydi. U ularning argumentlarini, taxminlarini va potensial xatolarini tahlil qiladi. Aniq qonuniyatlarga ishonchsizlik. Skeptik tasodifiy hodisalarda ko'ringan qonuniyatlarga shubha bilan qaraydi. U har doim bu haqiqiy bog'liqlikmi yoki shunchaki tasodifmi deb so'raydi. Noaniqlikni qabul qilish. Skeptitsizm bizga dunyoning ko'p jabhalari noaniq ekanligini va bu normal holat ekanligini qabul qilishga yordam beradi. Hamma narsani bilishga yoki nazorat qilishga urinish o'rniga noaniqlik bilan yashashni o'rganish muhimroqdir. Stoitsizm va skeptitsizm bir-birini to'ldiradi. Stoitsizm bizga nazorat qila olmaydigan narsalarga bo'lgan munosabatimizni o'rgatsa, skeptitsizm bizga nima bilishimiz va bilmasligimizni anglashga yordam beradi. Ikkalasi ham bizni keraksiz ishonchdan, aldanishlardan himoya qiladi va yanada realroq, kamtarin bo'lishga undaydi. Tasodifiy dunyoda yashar ekanmiz. Muvaffaqiyatsizliklar, omadsizliklar muqarrar. Eng zo'r rejalar ham barbod bo'lishi, eng sifatli harakatlar ham kutilgan natijani bermasligi mumkin. Bunday paytda o'z qadr-qimmatimizni qanday saqlaymiz? Taleb va stoiklar bizga muhim bir saboqni eslatishadi. O'z qadr-qimmatimizni tashqi, ko'pincha tasodifiy natijalarga bog'lab qo'ymasligimiz kerak. Boylik, martaba, obro', boshqalarning maqtovi, bularning hammasi bizning to'liq nazoratimizda emas va ular bizning haqiqiy kimligimizni belgilamaydi. Agar biz o'zimizni faqat yutuqlarimiz orqali baholasak, muvaffaqiyatsizlikka uchragan paytda butunlay sinib qolishimiz mumkin. Haqiqiy qadr-qimmat qayerda? U bizning ichki dunyoyimizda. Biz nazorat qila oladigan narsalarda. Bizning harakatlarimizda, qiyinchiliklarga qaramay to'g'ri ish qilishga intilishimizda. Bizning tanlovlarimizda, prinsipial qarorlar qabul qilishimizda. Bizning fazilatlarimizda, halollik, jasorat, sabr-bardosh, donolik kabi ichki sifatlarimizda. Agar biz e'tiborimizni ana shu ichki qadriyatlarga qaratsak, tashqi dunyoning tasodifiy zarbalari bizni kamroq larzaga soladi. Muvaffaqiyatsizlikni shaxsiy mag'lubiyat sifatida emas, balki hayotiy tajriba, o'sish imkoniyati sifatida qabul qilishimiz osonlashadi. Mag'lubiyatga uchraganda ham o'z prinsiplarimizga sodiq qolganimizni bilish bizga o'z hurmatimizni saqlab qolishga yordam beradi. Talebning fikricha, eng katta qahramonlik bu tasodifiy omad tufayli emas, balki omadsizlikka qaramay, qiyinchiliklar oldida o'z qadrini, o'z yo'lini saqlab qola bilishdir. Mana, biz Nasim Talebning Tasodifga aldanganlar kitobi bo'ylab qilgan sayohatimiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Keling, kitobning asosiy xabarini va biz o'rgangan eng muhim saboqlarni bir bor eslab o'tamiz. Kitobning asosiy xabari shuki, dunyo biz tasavvur qilganimizdan ko'ra ancha tasodifiyroq va noaniqroqdir. Bizning intuitiv ongimiz, psixologik moyilliklarimiz va an'anaviy fikrlash tarzimiz ko'pincha bizni bu haqiqatni ko'rishdan to'sadi va tasodif aldoviga duchor qiladi. Ushbu sayohat davomida biz quyidagi muhim saboqlarni o'rgandik. Birinchisi, tasodifning rolini tan olish. Muvaffaqiyat faqat mahoratga bog'liq emas, omad katta rol o'ynaydi. Ikkinchisi, omon qolish xatoligidan ehtiyot bo'lish. Faqat g'oliblarga qarab xulosa chiqarmaslik, ko'rinmas dalillarni izlash. Uchinchisi, muqobil tarixlarni o'ylash, natijaga emas, jarayonga baho berish. To'rtinchisi, miya aldovlarini, ya'ni biaslarni anglash. Bular hindsight bias, narrative fallacy, patternicity va shu kabi tuzoqlardan xabardor bo'lish. Beshinchisi, asimetriyani va ekstremistlarni tushunish. Dunyoning ko'p sohalarida natijalarni ekstremal hodisalar belgilashini bilish. Oltinchisi,
induksiya muammosini yodda tutish, o'tmish kelajakning kafolati emasligini unutmaslik. 7. Qora oq qushlarga tayyor turish, kamyob, ammo katta ta'sirga ega hodisalarning mavjudligini tan olish. 8. Jarayonga e'tibor berish, natijaga bog'lanib qolmasdan sifatli jarayon qurishga intilish. 9. Skeptik va kamtarin bo'lish, bilimimiz chegaralarini tan olish, har qanday da'voga shubha bilan qarash. 10. Stoik xotirjamligiga intilish, nazorat qila olmaydigan narsalarni qabul qilish, e'tiborni nazoratimiz ostidagi narsalarga qaratish. Xo'sh, bularning hammasidan yakuniy xulosa nima? Tasodifni yengib bo'lmaydi. Noaniqlikni butunlay yo'q qilib bo'lmaydi. Ammo biz tasodifning aldoviga uchmaslikni, uning zarbalariga bardosh berishni va u bilan donolik, qadr-qimmat va xotirjamlik bilan yashashni o'rganishimiz kerak. Bu doimiy o'rganish, o'z-o'zini anglash va intellektual kamtarlikni talab qiladigan yo'ldir. Mana aziz do'stlar, Tasodifga aldanganlar kitobiga bag'ishlangan 5 qismli suhbatlarimiz o'z yakuniga yetdi. Biz stoitsizm xotirjamligidan tortib, spektizmning kamtarligigacha bo'lgan falsafiy yondashuvlarni ko'rib chiqdik va kitobning yakuniy saboqlarini umumlashtirdik. Umumiy xulosa shuki, tasodif aldoviga qarshi eng yaxshi qurolimiz bu bizning tanqidiy fikrlash qobiliyatimiz, intellektual kamtarligimiz va hayotning muqarrar noaniqligini qabul qila olishimizdir. Bu oson yo'l emas, lekin bu yanada ongli, oqilona va mazmunli hayot kechirish yo'lidir. Ushbu 5 qism davomida biz bilan birga bo'lganingiz, vaqtingizni ajratib tomosha qilganingiz uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiraman. Umid qilamanki, bu suhbatlar siz uchun foydali bo'ldi va sizni Nasim Talebning o'ziga xos dunyo qarashi bilan tanishtira oldi. Agar sizda bu mavzu yanada qiziqish uyg'otgan bo'lsa, albatta Fooled by Randomness kitobini to'liq o'qib chiqishingizni tavsiya qilaman. Va eng muhimi, bu yerda o'rgangan g'oyalarni shunchaki eshitib qo'ymasdan, o'z hayotingizga, fikrlash tarzingizga tatbiq etishga harakat qiling. Kanalimizni kuzatib boring. Hali oldinda siz bilan bo'lishmoqchi bo'lgan ko'plab qiziqarli kitoblar va g'oyalar bor. Hozircha esa xayr, doimo bilimga intilib, tasodif aldovlaridan yiroqda bo'ling. Salomat bo'ling.